Jetski pultli moshinachalarni ichida va 3 g'ildirakli mototsikllarning ichida mana shunga o'xshagan og'ir kislotali akkumulyatorlar joylashgan bo'ladi. Ya'ni bu 6 voltligi 6 voltlikdan 2 dona bo'ladi. Bunaqa akkumulyatorlar uzoq xizmat qilmaydi va zaryadi ham uzoqqa yetib bormaydi. Bu kislotali akkumulyatorlarga har xil suyuqliklar qo'yib, to'g'rilash foydasi yo'q, baribir effekt bermaydi. Biz shunaqa akkumulyatorlarni o'rniga litiy-ionli akkumulyatorlardan terib, O'zbekistonning hozir turli joylariga jo'natyapmiz. Ya'ni bu hozir 3 qator terilgani, buni 7 qatorgacha tersa bo'ladi. Narx qo'shiladi qo'shilgan qatoriga, ya'ni bu 3 qatorligi 12 volt 8 amperlik. Bu akkumulyatorni o'zini korpusiga o'xshagan birga bir korpusning ichiga joylashtirib jo'natyapmiz. Ya'ni hozir bu mana shu ko'rinishda bo'ladi. 7 qatorgacha terish mumkin. Bu akkumulyatorni o'zingiz sotib olib bemalol o'rnatib olaverasiz. Jetski pultli mashinani o'tiradigan joyini tagida joylashgan bo'ladi. Akkumulyatorlari shu ikkita kabel ulangan bo'ladi. Ya'ni plus minus kabel, ya'ni qizil kabel bilan qora kabel ulangan bo'ladi. Shtekerini sug'urasida bu akkumulyatorni joylashtirib, plusini plusga, minusini minusga ulab qo'ysangiz bo'ldi. Bu akkumulyatorga qo'shib zaryadniki bilan birga jo'natamiz. Komplekt. Bu litiy-ionli akkumulyator zaryadi ham uzoqqa yetadi va uzoq yil xizmat qiladi. Kimga shunaqa akkumulyatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi raqamga bemalol telefon qilaverasizlar. Shu nomerim, telegramim bor. Iloji bo'lsa bu akkumulyator zakaz qilishdan oldin o'zlaringizdagi mashinani akkumulyatorining bitta rasmga olib tashlasangiz, akkumulyatorni ko'rib, yana aytaman, sababi 12 voltli bo'lishi mumkin, 6 voltli, 24 voltli bo'lishi mumkin. O'sha akkumulyatorni ko'rib, narxlarini yozib boraman. Bemalol zakaz beraverasizlar. O'zbekistonning hamma joyiga dostavka bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.